Bu dahshat. Ajrimlar haqida gap ketganda 2001-yil shogirdim aytdiki, ustoz 19 ta o'rtog'im ajrashib ketdi deya. Bu dahshat, lol qoldim. Nimaga deya savol berganimda aytdilarki, aksariyat hollarda ayolni eriga bo'ysunmasligi natijasida shunaqa holat yuzaga keldi dedilar. O'zim ham ikkita uchta sababini aytmoqchiman. Birinchi sababi bu qo'ni-qo'shnilar, jigarlar, qarindoshlarni hadeganda yoshlar hayotiga aralashaverishi. Ikkinchi sababi ota-ona tomonidan oilaning muqaddas dargoh, qo'rg'on ekanligini farzandlariga tushuntira olmasligi, tarbiya berilmasligi. Uchinchi sababi qaynonalarni hadeganda, e'tibor bering, qaynonalarni hadeganda yoshlar hayotiga burnini suqaverishi, aralashaverishi. To'rtinchi juda dahshatli sababi bu telefon. Achchiq bo'lsa ham aytaman. Mana shu telefon orqali to'ydan keyin ham juda ko'p kelinlar, qizlar oldingi yaxshi ko'rgan yigiti bilan gaplashyapti. Qo'lga tushib qolyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda, ijtimoiy tarmoq tili bilan aytganda zapal bo'lyapti. Mana sabablari. Yana qanday sabablari bor, izohlarda yozib qoldiring. Bu juda ham dahshatli holat. Bir sinfdan 19 ta bola ajrashib ketishi. Tasavvur qiling endi qolgan holatlarda qancha. Izohlarda fikrlaringizni kutaman.